Assalomu alaykum aziz sotuvchilar. Mana bugun Namangan bozori Bek Mebeldan shunaqa chiroyli mebellarni xonadonimizga o'rnatib ketishdi. Mebellar juda ham yoqdi. Haligi biz ayollar xohlagandek bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, hech kimda bo'lmasin, narxlari ham arzon bo'lsin deydigan variant ham bu. Ko'rishingiz mumkin. To'g'risi Farg'onada rosa aylanib bunaqa mebel topolmagandik. Bolaga rahmat, zakazga olib keltirib berishdi. Yana bitta zo'r narsani aytib o'taman. Mana bu yoqda kirish eshigimiz, mana bu yoqda ham ikkinchi eshigimiz bor edi. Bu sanuzelga kirish eshigi juda ham xunuk bo'lib qolgandi. Hozir buni ham решениясini qilib berishdi. Juda chiroyli qilib mana bu yoqdan cho'rni vxod qilib sanuzelga chiqish eshigini qilib berishdi. Juda ham chiroyli chiqdi to'g'risi. Video ham buzilmadi, juda akkuratni turibdi. Bolaga alohida rahmat. Ishlaringga rivoj, omadlaringni bersin. Shunaqa chiroyli, необычный, hech kimda yo'q mebellar bilan xursand qiling klientlaringizni.